anatomiy jihatdan o'rganganimizda, oshqozonda to'rtta qism farqlanadi. Birinchisi oshqozonning kardial qismi, kardial. Ikkinchisi oshqozonning fundal qismi yoki bo'lmasa tub qismi. Uchinchisi oshqozonning pilorik qismi. Pilorik qism 12 barmoqli ichakka o'tadigan qismda hisoblanadi. Mana shu pilorik qism. Va oshqozonning tanasi hisoblanadi. Endi anatomik jihatdan yana ko'rib chiqqanimizda oshqozonda ikkita egrilik farqlanadi. Bu egrilikda aytamiz ventriculus va curvatura ventriculis minoris va curvatura ventriculis majoris. Oshqozonni anatomik jihatdan, histologik jihatdan o'rganganimizda qavatlar sonini 4 ta deb o'rganamiz. Eng birinchi qavati shilliq, ikkinchi qavat shilliq osti, uchinchi qavat muskul va eng oxirgi qavat servoz qavatlar. Endi birinchi qavati oshqozonda shilliq qavatini ko'radigan bo'lsak, oshqozonda shilliq qavati o'z navbatida 3 ta qavatdan tashkil topganligini ko'ramiz. Eng birinchi qavati bu epidermis qavati. Epidermis bazal membrana orqali ostda joylashgan biriktiruvchi to'qimadan ajralib turadi. Endi birinchi qavati epidermis, ikkinchi qavati xususiy plastika qavati va uchinchi qavati muskul plastika qavati. Biz oshqozonni histologik jihatdan ichki yuzasini o'rganganimizda 3 ta narsa tafovut qilinadi, 3 ta narsa farq qilinadi. Eng birinchi narsa bu oshqozondagi burmalar. Burmalar nima? Burmalar asosan shilliq qavat va shilliq osti qavatdan hosil bo'lgan bo'lib, burmalar asosan kichik egrilik tomonda joylashgan bo'ladi. Kichik egrilik tomonda. Burmalarni boshlangan joyi qizil o'ngach oshqozonga birikkan joydan to burma shaklida olib turib, o'z navbatida pilorik qismga o'tib ketadi. Burmalarning vazifasi nima? Burmalarning xususiyati nima? Burmalarning xususiyati ovqat tarkibidagi suyuqlikni oshqozonda ushlanib qolmasdan to'g'ridan-to'g'ri 12 barmoqli ichakka o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Ertalab hammamiz kofe ichgan bo'lsak, xuddi shu kofeni ko'p qismini to'g'ridan-to'g'ri ichaklarga o'tkazib berish vazifasini bajaradigan narsa bu burmalar hisoblanadi. Endi oshqozonda yana farqlanadigan narsalar bular maydonchalar har xil burchak ostida, har xil kattalikda va asosan ular katta egrilik tomonda joylashgan bo'ladi. Maydoncha qanday hosil bo'ladi? Maydonchaning hosil bo'lishida e'tibor beringlar. Shilliq osti qavatdagi qon tomirlar, nervlar, limfalar, ularni atrofini biriktiruvchi to'qima zich o'raganning hisobiga. Bu tomonda ham xuddi shunday. Qon tomirlar, nervlar, limfa qon tomirlarini biriktiruvchi to'qima zich o'raganning hisobiga o'rtada maydon paydo bo'lib qoladi. Maydon. Biz bu qismlarga hammasiga maydonchalar deymiz. Maydonchalar oshqozonda shakl jihatdan har xil va o'zaro bir-biri bilan zich joylashgan va oshqozonda butun tanasi bo'ylab tarqalgan bo'ladi. Endi maydonchalarda ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, maydonchalarda ichida bir nechtadan 100 tagacha bo'lgan chuqurchalar borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu chuqurchalar har bittasi o'z navbatida bir donadan bez degan bilan ishlatiladi. Endi sizlarga osonroq tushunish uchun mana aytib beraman. Xo'p. Mana qaranglar. Bu maydoncha. Mana shu. Maydonchaning ichida mana chuqurchalar. Bu chuqurchalar o'z navbatida har bittasi bir donadan bez degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p. Endi biz har bitta qavat haqida, har bitta egrilik haqida alohida gaplashib o'tamiz. Masalan, birinchisi shilliq qavatligi, shilliq qavat necha qavat dedik? 3 qavat, epiteliy, xususiy plastika, muskul plastika. Endi maydonchani epiteliyis haqida gaplashganimizda, maydonchadagi epiteliylar hammasi bir qatorli silindr shaklidagi yoki bo'lmasa bir qatorli prizmatik ko'rinishdagi epiteliylar hisoblanadi. Epiteliyda ikkita qutub farqlanadi. Bazal membranaga tegib turgan bazal qutubi, yuqorida joylashgan, bo'shliqqa qarab joylashgan apikal qutubi. Hujayraning avval shakldagi yadrosi bazal qutubga yaqin joylashgan bo'ladi. Hujayrada organoidlar juda yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bu hujayralar o'zidan shilliq ishlab chiqaradi. Bu qaytdagi epiteliylar, qaranglar, butun nimani oshqozonni yuza qismini qoplab turgan, maydonchalarning ustini qoplab turgan epiteliylar. Shakl jihatdan silindrsimon ikkita qutub bor, bazal qutub, apikal qutub, yadrosi bazal qutubda joylashgan, o'zidan shilliq ajrab chiqaruvchi hujayralar hisoblanadi. Shilliq ajrab chiqaruvchi hujayralar. Bu hujayralar ishlab chiqargan shillig'ini bo'shliqqa quyadi. Mana shu bo'shliq. Bu shilliqning vazifasi nima? Biz oshqozonning vazifasiga to'xtalganimizda, oshqozonning birinchi vazifasi ovqat luqmasiga mexanik ishlov berish edi. Ikkinchi vazifasi ovqat luqmasiga
pepsinlar, lipazalar, xlorid kislota orqali kimyoviy ishlov berishdi. Endi e'tibor beringlar. Bu joyda xlorid kislota bor, bu joyda pepsin bor, bu joyda lipazalar bor. Endi bu shilliqning vazifasi nima? Bu shilliqning vazifasi oshqozonni ustida yupqa nozik parda bo'lib tortilib turib, oshqozonda xuddi mana shu xlorid kislotalar, pepsinlar va lipazalar ta'siridan himoya qilib berish vazifasini bajaradi. Bu hujayralarning tarkibini o'rganganimizda olimlar aytayaptiki, bu shilliq hujayralar o'zidan antipepsin degan modda ham ishlab chiqaradi. Bu antipepsinning vazifasi oshqozonga luqma tushmagan holatda pepsinni zararsizlantirib berish vazifasini bajarib beradi deb aytishyapti. Demak, bu o'z navbatida epiteliy hujayralar. Endi ikkinchisi qaranglar. Epiteliy hujayralari o'z navbatida chuqurchalar ichiga kiradida bezni hosil qiladi. Biz buni aytamiz, oshqozonda bezlari deb aytamiz. Oshqozonda bezlari o'z navbatida 3 xil bo'ladi, 3 xil. E'tibor beringlar. Oshqozonda qizilo'ngachdan o'tib yo'q qismida 2,5-3 sm tashkil qiladigan kardial bezlar, oshqozonda pilorik qismida joylashgan, son jihatdan 3,5 millionni tashkil qiladigan pilorik bezlar va o'z navbatida oshqozonda xususiy bezlar yoki biz buni bo'lmasam aytamiz, fundal bezlar. Oshqozonda xususiy bezlar asosan tub qismida va tana qismida joylashgan bo'ladi. Tub qismida, tana qismida. Ularning soni 35 milliondan oshiq bo'ladi. Endi oshqozonda bezlarning tuzilishi yaxshilab e'tibor beringlar. Xo'p, oddiy tarmoqlanmagan yoki bo'lmasam qisman tarmoqlangan naysmon bezlar hisoblanadi. Bu bezlar qaranglar, oshqozonning kardial qismida xususiy plastinkaga qisman botib kirgan, oshqozonda fundal qismida, ya'ni tana bilan fundus bilan tana qismida xususiy plastinkaga o'rtasigacha botib kirgan va oshqozonda pilorik qismida bu bezlar chuqur botib kirgan holatda, muskul plastinkaga qadar botib kirgan holatda uchraydi. Endi bu bezlarni o'rganganimizda aytyapmiz, uzun naysmon tarmoqlanmagan yoki qisman tarmoqlangan bezlar deb aytyapmiz. Bu bezlarni o'rganganimizda 3 ta qism farqlanadi. 3 ta qism. Birinchi qism bezning bo'yin qismi, ikkinchi qismi tana qismi va uchinchi qismi tub qismi. Bezni o'rganganimizda tarkibida bir qator prizma shaklida joylashgan hujayralarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bir qator prizma shaklida joylashgan hujayralar. Xo'p, bu hujayralar o'z navbatida 5 xil bo'ladi. 5 xil. Bu hujayralarning eng birinchisi bosh hujayralar, parietal hujayralar, bo'yin hujayralar yoki bo'lmasam boshqa nom bilan aytamiz, kambial hujayralar, qo'shimcha hujayralar va endokrin hujayralar uchratishimiz mumkin bo'ladi bu joyda. Xo'p, endi biz mana xuddi men sizlarga aytgan qavatlarim. Eng birinchisi mana oshqozonning shilliq qavati. Shilliq qavatini hozir ko'rib chiqdik biz sizlarga. Epiteliy xususiy plastinka, muskul plastinka qismi bor ekan. Ikkinchisi shilliq osti qavati. Shilliq osti qavat hisobiga o'z navbatida oshqozonda burmalar hosil bo'ladi va men sizlarga aytgan maydonchalar hosil bo'ladi. Endi shilliq osti qavatdan keyin oshqozonda muskul qavati va o'z navbatida juda yupqa nozik shakllangan oshqozonning seroz qavatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi men sizlar bilan har bitta bez haqida gaplashib chiqaman. Eng birinchisi fundal bezlar. Mana shu fundal bezlar. Tuzilish jihatdan chuqurchaning ichida bez joylashgan, tarmoqlanmagan yoki bo'lmasa qisman tarmoqlangan. 3 ta qism farqlanyapti. Bezda bo'yin qismi, bezda tana qismi, bezda tub qismi. Endi birinchi uchraydigan hujayralarimiz bu bosh hujayralar. Bosh hujayralar bezda asosan tanasi va tub qismida joylashgan bo'ladi. Bosh hujayralar asosan bezning tub qismida juda ko'p joylashgan bo'lib, g'uj-g'uj shaklida joylashgan bo'ladi. Bu hujayralarni ko'rganimizda shakl jihatdan silindrsimon shaklda ikkita qutb bor, bazal qutb, apikal qutb. Bazal qutbda joylashgan oval shakldagi yadrosini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hujayraning ustki tomonida juda kuchli rivojlangan endoplazmatik to'r, juda kuchli rivojlangan liposomalarni va mitoxondriyalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu hujayra, bosh hujayra o'zidan asosan pepsinogen degan modda ishlab chiqaradi. Mana shu pepsinogen.
Pepsinogen bu nofaol oqsil hisoblanadi. Nofaol. Pepsinogen hujayradan ajralgandan keyin bo'shliqqa tushib turib, bo'shliqda xlorid kislota bilan aralashganda keyin faol pepsinga aylanadi va uning vazifasi ovqat luqmasidagi oqsillarni monomerlargacha parchalab berish vazifasini bajarib beradi. Bosh hujayra bundan tashqari holatda o'zidan lipaza degan fermentlar ishlab chiqaradi. Lipazaning vazifasi nima? Og'iz bo'shlig'idagi lipaza bilan o'zaro qo'shilib turib, ovqat luqmasidagi yog'larni, triglitseridlarni parchalab berish vazifasini bajarib beradi. Xo'p, endi bu bosh hujayra. Ikkinchi hujayramiz bu parietal hujayra. Parietal hujayra shakl jihatdan yirik yumaloq ko'rinishda bo'ladi. Mana o'sha hujayra. Xo'p, parietal hujayra ikkita qutb farqlanadi. Bazal qutbi va apikal qutbi. Parietal hujayra apikal qutbida biz juda ko'plab mikromarsinkalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Parietal hujayraning qolgan hujayralardan farqi ularda mitoxondriyalar juda ko'p bo'ladi. Markazda joylashgan yumaloq shakldagi yadrosi va yadrosining ichida joylashgan yadrochalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Parietal hujayraning vazifasi nima? Parietal hujayraning vazifasi hozir men sizlarga aytib berdim. Bosh hujayra nima ishlab chiqaradi? Pepsinogen bilan lipaza edi. Parietal hujayraning vazifasi buni pepsinogenni faol pepsinga aylantirib beradigan xlorid kislota ishlab chiqarib berish vazifasini bajarib beradi. Bu hujayra o'zidan xlorid kislota ishlab chiqaradi. Endi xlorid kislotani ishlab chiqarish qanday bo'ladi? Mexanizmi. E'tibor beringlar. Hujayra tarkibidagi karbohidraza fermenti ta'sirida tarkibidagi karbonat angidritlar suvdan karbonat kislota hosil qiladi. Karbonat kislota bu kuchsiz kislota. U o'zidan zudlik bilan parchalanadi. Parchalanganda ikkita ion hosil bo'ladi. Vodorod ioni bilan gidrokarbonat ioni. Endi xuddi mana shu mexanizmda hujayra o'zida joylashgan kaliy xloriddan, o'z navbatida kaliy ionini va xlor ionini hosil qiladi. Bu joyda aktiv transport ketadi. Aktiv transport nima? Hujayraning tashqarisidagi kaliy hujayraning ichiga kiradi. E'tibor beringlar. Musbat ion tashqaridan kirganda musbat ion tashqariga chiqadi. Kaliy ion tashqaridan kirishi bilan vodorod ioni o'z navbatida tashqariga chiqadi. Endi xuddi mana shu mexanizmda aktiv transport bo'lib turib, kaliy ionlari hujayraning ichiga kirganda xlor ionlari tashqariga chiqadi. Ikkita ion tashqariga chiqdi hujayradan, vodorod ionlari va xlor ionlari. Ikkala ion hujayradan tashqariga chiqqanda o'zaro bir-biri bilan qo'shiladi, o'z navbatida xlorid kislotani hosil qiladi. Bu hujayraning asosiy vazifasi xlorid kislota hosil qilib berish. Bundan tashqari bu hujayra yana bitta vazifa bajaradi. Bu vazifa nima? Organizmda vitamin B12 ni so'rilishini ta'minlovchi omil ishlab chiqaradi. Vitamin B12 ni so'rilishini ta'minlovchi omil. Bu omil agar yetishmasa, vitamin B12 ni so'riluvchi omil yetishmasligidan yuzaga keladigan anemiyalar kuzatiladi. Asosan vitamin B12 ichaklarda so'riladi, lekin so'rilishni ta'minlab beradigan omil oshqozonda ishlab chiqariladi. Xo'p, endi ikkinchi hujayramiz bu bo'yin hujayra. Xo'p, bo'yin hujayralarni gapirishdan oldin qo'shimcha hujayrani aytib ketaylik. Qaranglar, ikkinchi hujayramiz bu qo'shimcha hujayra. Qo'shimcha hujayra bezda asosan bo'yin qismida va tana qismida joylashgan bo'ladi. Shakl jihatdan silindrsimon shaklda bo'ladi. Bu hujayralar bekorga nomini qo'shimcha hujayra demayapti. Bu hujayralar asosan shilliq ishlab chiqaradi. Shilliq. Bu shilliq o'z navbatida bo'shliqdan tepaga chiqib, uni nimadagi oshqozonni yuzasidagi bir qavatli prizmatik hujayralar ishlab chiqargan shilliq bilan qo'shiladi, oshqozonni himoya qilib berish vazifasini bajarib beradi. Olimlar aniqlashi bo'yicha qo'shimcha hujayralar bundan tashqari yana qo'shimcha pepsinogen ishlab chiqargan tarkibida, shilliq tarkibida. Bu pepsinogenning vazifasi ham hozirgi bosh hujayraning pepsinogeni bilan bir xil funksiyani bajarib ketadi. Va eng oxirgisi, keyingi hujayramiz bu o'z navbatida bo'yin hujayra. Bo'yin hujayra. Xo'p, asosan bezda bo'yin qismida joylashgan bo'ladi. Shakli kichik silindr shaklida bo'ladi, ingichka silindr shaklida bo'ladi. Hujayrada bazal qismida joylashgan oval shakldagi yadrosi farqlanadi. Bo'yin hujayraning vazifasi
vazifasi regeneratsiya, fiziologik regeneratsiyani bajarib berish funksiyasini bajarib beradi. Bo'lgan hujayralar mitozida bo'linib ko'payib, agar yuqoriga qarab harakatlansa, yuqoriga qarab ko'tarilsa, bu hujayralar nimani oshqozonni shilliq qismidagi epiteliyni yangilab berish vazifasini bajarib beradi. Agar bu hujayralar mitoz usulida bo'linib ko'payib, pastga qarab harakatlantirsa, buni ovqat hazm qilish sistemadagi oshqozondagi bezlarda 4 xil hujayrasi bor edi. Bosh hujayra, parietal hujayra, qo'shimcha hujayra, endokrin hujayra. Mana shu 4 tasidan bittasini yangilab berish vazifasini bajaradi. Yuqoridagi epiteliylarni yangilashga 4 kun 7 kun vaqt ketadi. Hujayra mitozida bo'linib 4 kun 7 kunda yuqoridagi epiteliylarni yangilashi mumkin bo'ladi. Lekin buni pastdagi epiteliylarni yangilashga jiddiy ko'proq vaqt ketadi. Va eng oxirgi hujayramiz bu endokrin hujayra. Endokrin hujayraning 5 xil turi bor. Hozir hammasini aytib berasizlar bitta-bitta. Men qaranglar, mana epiteliyis haqida gapirib berdim. Mana bez haqida gapirib berdim. Endi keyingi qavatim xususiy plastinka qavat. Xususiy plastinka qavat hammasida bir xil bo'ladi. Men sizlarga uni aytganman. Nima bo'ladi? Siyrak tolali shakllanmagan biriktiruv to'qimlar, kollagen tolali elastik tolali yig'indisi, juda ko'plab qon tomirlar, limfa tomirlar, nervlar, makrofag, fibroblar va sinus hujayralarni tashkil topgan. Endi e'tibor beringlar. Buni qon tomirlari bor-ku, qon tomirlar. Bezni atrofini to'liqligicha o'rab olgan bo'ladi. Zich bo'lib o'ragan bo'ladi bezni atrofini. Bezni atrofini qon tomiri zich o'raganligi uchun, limfa tomiri zich o'raganligi uchun bu bezlarda sekret jarayonlari juda kuchli ketadi. Sekretsiya juda zo'r ketadi bu bezda. Xo'p, endi keyingisi muskul plastinkasi. Muskul plastinkasi o'z navbatida 3 qavat muskullardan, silliq tolali muskullardan tashkil topgan bo'lib, bu muskullar ichki tomondan qiyshiq, o'ng tomondan sirkulyar va tashqi tomondan bo'ylama yo'nalishdagi muskullar. Ba'zi kitoblarda berilgan ichki tashqi qiyshiq, o'rta sirkulyar muskullar tashkil topgan degan qabul qilinadi muskul plastikasini. Keyingisi shilliq osti qavat. Shilliq osti qavat zich tolali shakllanmagan biriktiruv to'qimalardan tashkil topgan. Zich tola bo'ladi shilliq osti qavat. Bu joyda o'z navbatida qon tomirlar, limfalar, nerv tomirlaridan tashkil topgan bo'ladi. Va keyingi qavatimiz muskul qavati. Muskul qavati biz aytganmiz, ovqat hazm qilish sistemasida hamma qismida 2 qavat. Faqat oshqozonga kelganda 3 ta qavatlar tashkil topgan. 3 ta qavatlar qanday bo'ladi? Ichki qiyshiq, o'rta sirkulyar, tashqi bo'ylama yo'nalishdagi muskullardan tashkil topgan bo'ladi. Va yana qaytadan aytamiz, bu joyda Auerbach nerv chigallari bo'lib turib, o'z navbatida oshqozonni peristaltikasini ta'minlab berish vazifasini bajaradi. Va eng oxirgida serroz qavat. Bilganmizda serroz qavat nimaligini. Serroz qavat o'z navbatida qaranglar. Kollagen tola, elastik tola ustki tomondan bir qator mezoteliy bilan qoplangan bo'lib, bu o'z navbatida serroz qavat ifodalaydi. Ya'ni a'zolar qorin parda bilan o'ralsa, serroz qavat olamiz, qorin parda bilan o'ralmagan qismlar hammasida adventitsial qavat olamiz. Shu bilan o'z navbatida oshqozon tugadi. Bu o'chiriladi.